90-yillarning oxiri, 2000-yillarni boshini eslatib turadigan mana shunaqa yangi xonadonga kelganmiz bugun. Aka, mana bu basseynning zonasini men sizga ko'rsataman. Birinchi, uyga keyin ko'rsataman. Uy o'zi primerni tushundingiz-ku qanaqa holatdaligini. Mana bu bizning yozda o'tiradigan joyimiz. Yog'ochlari hammasi qo'l mehnati. Endi ozgina urinib qolibdi-yu, lekin buni menimcha yog'och chokkalarimiz bo'lsa, yozinglar restavratsiya qilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Yozgi basseynning zonamiz, katta basseyn, yonida mana bu vodopad qilingan. O'sha paytda o'zida greklar kelib qurishgan ekan. Bu yoq tarafimizda bo'lsa, bilmayman nima qilingan, bu yozda o'tiradigan joymi yoki bu yoq ham vodopadmi? Mana bu hamchikalarni qarang. Xuddi g'orga o'xshatib qilingan ekan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas ideyaga. Yorib yuboribdilar. Xullas, mana bu ichkari tarafdan binoimizning ko'rinishi. Hovlimizni 18.6 sotkhi uglovoyda joylashgan. Binoning kvadraturasiga keladigan bo'lsak, 900 kvadrat, 10 ta xonasi bor ekan bino. Mana shunaqa G obrazniy bo'lib tushgan. Ko'rayotganingizdek, 2 qavat podval ham bor. Yozgi basseyn, zimniy basseynlari ham bor. Menimcha buzib tashlashga bu uyimizni jalka. Buni sotib olgan odam bitta restavratsiya qilib, hozirgi kundagi stilda remont qilib qo'ysa bo'ladi. Patologlari baland-baland, xullas bahaybat bino bo'lib turibdi. Uyimizdan shundoq Guliston masjidi ham ko'rinib turadi. Hozir mana shu burchagimizdan shundoq qarasangiz, mana Guliston masjidi ko'rinib turadi. Bu degani inshaalloh uyingizga 5 mahal azon eshitilib turadi degani. Uglovoyda joylashgan. Narxiga keladigan bo'lsak, akam $600,000 so'rayaptilar. Kelishsin, tepasida yana gaplashamiz deb aytdilar. O'tib beradigan joy bor. 600,000 startoviy. Atak atmosfera juda chiroyli. 1 dan 10 gacha mana shu joyda bitta baholab o'ting.